Bugungi videoda biz 3 ta qishloqqa safar qilamiz va qaysi qishloqdagilar boyroqligini aniqlaymiz. Biz birinchi qishloqdamiz. Xo'sh, birinchi mana bu uydan boshlayman. Menimcha bu yer kutubxona. Bu yerdan bo'lsa kitob o'qib o'zingizni o'ldirishingiz mumkin. Xo'sh, boshqa joyni ko'ramiz. Lekin bu qishloq qandaydir yoqimli. Ayniqsa mana bu joy. Buni qarang. Bir uycha suvning atrofida qurilgan. Bu juda ham zo'r. Shunday emasmi? Xo'p, bu yerga kiramiz. Bu yer gadaylarning uyi shekilli. Hattoki sandiq ham yo'q. Xo'sh, mana bu yer nima bo'ldi? Qani, tepaga chiqamiz, sandiq bo'lsa-ki. Yo'q. Menimcha bu yer qal'a. Lekin juda ham chiroyli qurilgan ekan. Menga yoqdi. Bu yerlarni qidiramiz. Hech bo'lmasa somon olib olaylik, agar hech narsa bo'lmasa. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Sandiq. 2 ta olmos va 3 ta temir. 2 ta non ham. Yaxshi menimcha. Qishloqlarning uyidan olmos topish bu albatta zo'r. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Bu yerda ham faqat uxlaydigan joy. Qo'y, golem, qaniysan brachka? Tak, bu yerda ham bu yerda faqat ovqat bor ekan. Menimcha bu yerda ochopat yashaydi. Yana ikkita daraxt ham bor ekan. Olma chiqish uchun albatta. Xo'p, mana bu uyga kiramiz. Chiroyli uycha. Bu yerda ham gada yashar ekan. Afsus. Mana bu yer ferma. Bu fermer amaki bo'lsa kerak. Mollarni boqishni qarang. Mazza. Tak, yana aylanib chiqamiz. Qani, qayerda nima bor ekan? Mushuklar. Menimcha qishloq ahli tinch va farovon hayotdan baxtiyor. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Bu yer fermer amakini bog'i. Bu uy bo'lsa kimniki ekan? Qani? Ochopatning ikkinchi uyi bo'lsa kerak, menimcha. Sababi ochopatdan boshqasi bunday narsani yolmaydi. Bu yerdan topgan eng yaxshi narsamiz 3 ta olmos va 3 ta temir. 2 ta olmos aytgancha va 18 ta non ham. Mana endi biz ikkinchi qishloqqa ham yetib keldik. Bu qishloq qandaydir odamning ko'nglini g'ash qiladigan. Sababi o'rmon ichida. Mana bu ikki tashkuyga qarang. 3 ta non, 3 ta non va keraksiz qog'ozlar va xarita. Menimcha yaxshi topilmay emas. Mayli, yana davom etamiz. Qayerdadir nimadir bo'lish kerak. Quduqni qaranglar zo'rligini. Voy, golem. Voy, pakana, qondaysan? Voy, mayli. Tak, bu yerga kiramiz. Sandiqda bitta ham ikkita kartochka, ozgina bir nima, smarodina va bir balo narsalar. Xullas, menimcha kerak emas, maza hisoblamaydi. Kichkinani qaranglar, yomon zo'rbradan ekanda. Bratan. Bittamisiz? Davay. Tak, mana bu uyga kirib ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda faqat uxlaydigan joy, bu gadaydi uyi. Tak, mana uni olsam, ketib qolish mumkin. Ketib tushayotganga o'xshayapti. Bu yerdan menimcha bular kerak bo'ladi. Yaxshi topilma bo'lsa kerak. Menimcha yaxshi topilma. Mayli, yana davom etamiz. Xo'sh, hali uylar tugagani yo'q. O'zlikda cho'pga bitta nima berar ekan? Izumrat. Menimcha bu yaxshi. Sababi cho'pni olish qiyin emas. Mana bu samonlardan ham olib olaylik. O'zi topilma kam ekan, topilmaga qo'shishimiz mumkin. Golem. Mana bu uyga kirsak katta ko'rinyapti. Birinchida kirgan uyimiz ekan. Afsus. Mana bu uyda nima bor bo'lishi mumkin? Cho'miladigan joymi? Sandiq. Bu yerda ham yaxshi narsalar bor. Misol uchun mana bu teridan yasalgan bo'lsa ham ancha yaxshi yordam beradi odamga. Tak, bu yerda hech narsa yo'q, lekin yaxshi ekan bu yerdachi. 2 ta eshik qo'yishibdimi? 3 ta eshik ekan bu yerda. Ajoyib. Menimcha 3-si qo'yxona bo'lsa kerak. 3-eshikdan qo'yxonaga chiqiladi. Mayli, davom etamiz. Xo'sh, mana bu uyga keladigan bo'lsak, sandiq. Menimcha bular ajoyib topilma qatoriga kiradi. Sababi bu yerda 4 ta temir kirka va bosh kiyim bor. Ya'ni shlem. Menimcha yaxshi, yomon emas. Sababi men temir kirkani qishloqlardan kam ko'rganman va ayniqsa nimalardi? Temir bosh kiyimlar, shlemlarni. Xo'p, tepaga chiqamiz. Aytdim-ku qo'yxona deb. Qo'yxona ekan rostdan ham. Qaranglar mana. Ko'rdinglarmi, yo'qmi bilmadim. Ulgurgan bo'lsanglar ko'rdinglar, bo'lmasam yo'q. Bu yoqqa kirdim menimcha. Xo'p, bu yerlarga kirganman, narigi tarafga borishim kerak. Yo'q, tugatdim shekilli. Bo'ldi, tugadi menimcha bu yerdagi uylar. Mana bizning topilmalarimiz.
Menimcha bular yomon emas, lekin nargida almas bor edi, shunga birinchida kirgan qishlog'imiz hozircha yaxshiroq. Mana endi 3-qishloqqa safarni boshlaymiz. Vau, bu yer ko'rinishidan chiroyli. Boshlanishidan o'sha chiroyli qishloqda bunday ko'rinib turadi. Bu gadayni uyi mana bu yerga esa ajoyib bir yo'lak qo'yishibdi. Voy, maza. Kemami? Kemaga o'xshash, kema bo'lishi kerak adashmasam. Uni ichini ham bir safar qilsak bo'ladi. Xo'sh, qayerdadir sandiq bo'lishi kerak, albatta tagida bo'ladi. Bu yerdan ko'rganda yo'q. Bu yerdan ko'rinmas ekan. Qaytib chiqamiz. Ichkaridan, mana sandiq ko'rdik. Xo'sh, bu yerda ajoyib ikkita qandaydir kosada nima, 3ta kosada nimadirlar, ikkitasi yetadi bizga. Ovqat. Faqat bu yerdan ovqat topdik. Mana bu kartoshka bo'lsa, chiriganmi bilmadim. Men Minecraftda yangiman, shunga meni so'kishingiz shart emas. Aniq nimaligini bilmasam uzr. Yaxshi, biz kemani ochib bo'ldik. Xo'sh, buni yeb. Oy, xudoyim. Bu yana nimasi bo'ldi? Ajoyib. Men bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Tugab qoldi menimcha ta'siri. Buni yesam ham nimadir bo'larmikin? Buni yeb bo'lmayapti-ku. Menimcha buni qorin ochsagina yesa bo'ladi. Mayli, safarimizni davom etamiz. Bu yerda ham menimcha boydagiga o'xshagan qala bor. Balkim, yo'q, bunda ham oddiy qala, sandiq yo'q. Voy, qishloqqa. Deb ketishini qaranglar. Sirbekdan yaramas. Voy, mushuk. Bu yerda qora ekan, narigi qishloqda sariq ko'p edi. Mayli, endi uylarda uy o'zi kam ekan bu qishloqda negadir. Mana bu, 3ta olmas va oyoqga qalqon, aslaha, nima desam bo'ladi, shunaqa xullas. Oyoq uchun oyoq kiyim. Zato bu yerda 3ta almas, 2ta temir bor. Narigida esa 3ta temir, 2ta almas bor edi. Bu yerda ham juda ham ko'p ovqat va teridan yasalgan aslahalar. Aslaha emas, menimcha qalqonlar desam to'g'ri bo'ladi. Xo'p, mana bu uylarga ham kiramiz. Bu yerlar bo'sh, hammasi gadaylardi uyi. Bilmadim nimaga bular uyga sandiq qo'yib qo'ymagan. Axir nuftizi keladi deb meni kutib olishsa bo'lardi-ku. Mayli, bu yerdan topganlarimiz shular bo'ldi. Menimcha bular yomon emas va bu birinchi o'rinni oldi degan umiddaman. Kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Bunisini foydasi yo'q ekan. Bu ham bir zo'r narsa effekt beradim deb o'ylabman. Mayli, kommentda o'z fikringizni yozib qoldiring. Hammangizni fikringizni kutaman va hammaning fikrini o'qib chiqib, hammaga atvet qaytaraman.